Bitta klientimga 100 metr latok tashlayotgan ekan. 100 metr latokni izolyatsiya qilish kerak. Podacha обратка отопление turbalarida o'sha turbaga necha metr izolyatsiya ketadi hisoblab berishga yordamlashardim. Shuni bo'lishib qo'yishga qaror qildim. Qarang. Turbani diametrini olamiz. Misol uchun 100 bo'lsa, klientimda 100 edi. Buni 3.14 ga ko'paytiramiz. Bu o'zgarmas son. 100 ko'paytirgan 3.14 bo'lsa, shunda 31 santimetr degani-da bu. 31 santimetr. Va shu 100 talik turbani graylantirib izolyatsiya qilib chiqqanimizda 31 santimetr izolyatsiya ketar ekan. Shunda endi uzunligi bizada 100 metr podacha, 100 metr обратка bor. Endi 1 metriga bizani izolyatsiyamizga qaraymiz. Izolyatsiyamizni eni qanaqa? Izolyatsiyani eni bu yog'i 1.20, bu yog'i 1 ekan. Shunda biz 1.20 ni bo'lingan 31 santimetrdan 120 bo'lingan 31 bo'lsa, 3,5 ta aylantirishga yetar ekan. 1 metr izolyatsiyamiz 3,5 ta aylantirishga yetar ekan. Demak, 100 ni bo'lamiz 3,5 ga. Shunda bitta podachamizni o'ziga 29 metr ketar ekan. Обраткамizga 29. 29 ko'paytirib 2 ga bo'lsa 60 metr. O'zi 58 chiqdi. 60 metr olsangiz, mana shu latokingizda izolyatsiyalaringizni qilib olishga yetadi dedim. Shunda asosiysi mana shu o'zgarmas sonni eslab qolamiz. Turbani diametrini o'zgarmas songa ko'paytiramiz, shunda kelib chiqadi. Bu bizga latok turbalarini hisoblashda yoki mana bu gidrostrelka katta diametr gidrostrelka bo'lib ketganda gidrostrelkani izolyatsiyadan o'rab chiqishda hisoblashga kerak bo'ladi. Ya'ni agar boiler yasaganimizda kerakli izolyatsiyani kesib olmoqchi bo'lsak, biz uni shunda yerga yotqizib, kesib bir nima qilib o'tirishimiz shart emas. Mana shu diametrini 3.14 ga ko'paytiramiz. Necha santimetr chiqsa, o'sha santimetr bizga aylantirib chiqishga yetadi. Foydali bo'lgan bo'lsa, like, podpiskalar bosib qo'yinglar tez-tez.